Korrupsiya har bir soha jamiyat rivojiga to'siq bo'luvchi illatdir. Davlatimiz rahbari boshchiligida ushbu jinoyatning oldini olish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan bu jarayonda aholining huquqiy madaniyatini oshirish, sohalarda shaffof tizimni yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Viloyat soliq boshqarmasi tizimida tashkil etilgan targ'ibotlar maqsadi ham ana shu jihatlarga qaratildi. Poraxo'rlik har bir davlat daxlsizligiga, uning rivojlanish taraqqiyotiga, demokratik va qonun ustuvorligiga putur yetkazuvchi illatdir. Shu bois ham mamlakatimizda ushbu jinoyatga qarshi keskin va murosasiz kurash olib borilmoqda va ko'plab jinoyatlar fosh etilyapti. Viloyat soliq boshqarmasida tashkil etilgan korrupsiya rivojlanishimizga to'siq mavzusidagi ochiq eshiklar kuni tadbirda ham shu haqda so'z yuritildi. Unda Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti iqtisodiyot fakulteti yo'nalishining talabalari ishtirok etishdi. Yoshlarga soliq sohasida korrupsiyani oldini olish va tizimdagi islohotlar haqida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, talabalar soliq boshqarmasidagi bo'limlarning ish jarayonlari bilan tanishtirildi. Tadbir doirasida soliq ma'murchiligini tashkil qilish, mahallabay va korxonabay ishlash tizimi hamda korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarga chek qo'yish, sodir etganlik uchun javobgarlikning muqarrarligi ta'kidlandi. Uchrashuv davomida yoshlarni qiziqtirgan savollarga soha xodimlari tomonidan batafsil javob berildi. Bu yerda biz ish jarayoni bilan o'zaro tanishib oldik. Xodimlarga berilgan sharoitlarni ko'rdik. Soliq stavkalari va soliq mexanizmlari, davlat budjetiga qanday qilib soliqlar yig'iladi, shular haqida umumiy ma'lumotga ega bo'ldik. Nasib bo'lsa, shu sohada ishlash niyatimiz uyg'ondi. Ushbu tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad soliq sohasida olib borilayotgan islohotlar va konsepsiyaning qay darajada amalga oshirilayotgani bo'yicha targ'ibot ishlarini amalga oshirish hisoblanadi. Shuningdek, Navoiy viloyati soliq boshqarmasi shaxsiy xavfsizlik bo'limi va huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda Nurota tuman soliq inspeksiyasida ham korrupsiyasiz kelajak mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Muloqotlarda soliq xodimlari ichki mehnat tartibi qoidalariga kiritilgan o'zgartirishlar bilan tanishtirilib, soliq to'lovchilar bilan bevosita muloqotlarda muomala madaniyati hamda odob axloq qoidalariga rioya etish lozimligi ta'kidlandi. Shaxsiy tarkib xodimlariga soliqchi ko'makchi tamoyil asosida ish olib borish, manfaatlar to'qnashuvining oldini olish va jamoatchilik nazoratini kuchaytirishning muhim ahamiyati xususida tushuntirishlar berildi. Shuningdek, Nurota tumanidagi chakana savdo hamda umumiy ovqatlanish sohasida faoliyat yurituvchi tadbirkorlar bilan yuzma-yuz muloqotlar o'tkazildi. Uchrashuvlarda tadbirkorlarning soliq majburiyatlarini bajarish chog'ida kuzatilishi mumkin bo'lgan korrupsion holatlar, bunday vaziyatda mas'ullarga tezkor xabar berish imkoniyatlari tushuntirildi va maxsus eslatmalar tarqatildi.